meni ishonmagan hujjatimga qo'l qo'yishga majburlayapsizmi? Tinchlikni saqlang. Giyohvandlikka va ichkilikka qarshi kurashishga rozi emasmisan? Gap faqat bunda emas. Qanaqasiga bunday emas? Giyohvand moddalar odamlarni zaharlaydi, o'limga sabab bo'ladi. Lekin Amerika iqtisodiyotiga foyda keltiryapti. Tinchlikni saqlang dedim. Nimalar deyapsan? Yalpi ichki mahsulot nima ekanligini bilasizmi? Agar odamlar giyohvand moddaga ruju qo'ymaganlari ma'qul deb yozilganda imzo chekardim. Lekin ruju qo'yishyapti. Hatto bir nazariyaga ko'ra jahon iqtisodiyotining 2008-yilda inqirozga uchrashiga giyohvand moddalarni to'xtatish sabab bo'lgan ekan. Ipoteka sohasi inqirozga uchragan yil. Chunki katta banklarni oyoqqa turg'izadigan yagona naqd pul manbai giyohvand modda tijorati edi. Rostini aytsam, iqtisodiy jihatdan haq tan olish. Bu yerda aqlni charxlatganimiz yo'q. Undan foydalanmaslik va boshqalarga zarar bermaslik haqida edi. O'g'lingizning gapidan so'ng hujjatni yirtib tashlaganlar bo'ldi.